Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari kelar. Xo'p, 17-iyun 2025-yil holatiga ko'ra Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga barcha turdagi lentali alligator drabelkalarimizni katta assortimentda optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida nima vazifani bajarib beradi-yu, nima ishlar qiladi, to'liq obzorlarni qilib, narxlari bilan to'liq yoritib beramiz akalar. Shunaqangi lentali drabelka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Xo'p, ko'rib turgan drabelka mahsulotlaring o't, somon, poya maydalash uchun mo'ljallangan bo'lib, xo'jaliklarga 224 ga ishlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bizda 1 mali hamda 1,5 metrli variantlari mavjud. Ko'rib turgan variantlarning 1 mali varianti, ya'ni lentasi 1 mali, pichoqlaridan farq bo'ladi. Lentalari 1 mali bo'ladi. Yosh kattalar ham, kichiklar ham bemalol foydalansalar ham bo'laveradi. Pichog'i butun pichoq, 6 pichoqli pichoqlar bilan jihozlangan. O'zida skorslari bo'ladi. Masalan, o'tlarning holatiga ko'ra mayda yoki yirik chiqarish skorsdan bo'ladi akalar. 6 pichoqli tortib bergan shinak qismlarni ko'rishlar mumkin. Shu ham boshlar charxlarini saldurlab ishlatiladi akalar. Xo'p, oldi tomonida 13 qatorli original pichoqlar bilan jihozlangan, motorlari ham sifatli motordan. Yana bitta narsani aytib o'tib ketamiz akalar. Xo'p, drabelka olishlarida asosiy narsasi motorga qarab olishlarni tavsiya qilamiz. Chunki bu asosiy motor qismida farq bo'ladi akalar. Motorlari sifatli, original, har xil motorlardan qo'yib foydalanishyapti hozir. Narxi 4,2 million so'm, motorini kilovatiga qarab narxlari ko'tarilib ketaveradi. Eng arzon varianti hozir paytda shular. Endi ukamizga kattaroqdan bo'lsin, maydaroq joyda maydalaymiz degan akalarimiz uchun 1,5 metrli variantimizdan kelgan. Hozir trendga aylanib turgan varianti 220 drabelkalarimiz ichida eng katta drabelkamiz, bundan katta drabelka yo'q. Bundan boshqa katta drabelkamiz yo'q. Xohlasanglar 3 fazali, xohlasanglar 220 ga qilib bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Lentalari 1,5 metrli, eni ham 50 roq. Akalar, lentalarni, legirovkalarini bemalol qilib foydalansalaring bo'laveradi. Endi akalar, ichidagi pichog'ini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, har bitta pichog'iga akalar Xitoyda original pechati urilgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu almazli pichoq deyilinadi. Oldi pichog'i ham 13 qatorli kelgan o'tlarida juda mayda holatga qilib 0,5 santimetrdan 1 santimetrgacha maydalab beradi. Farqlarini ko'rib olishingiz mumkin. Pichoqlarning bo'yi ham uzun, eni ham ancha 50 bo'ladi. Tortib beradigan shinak qismlarida ham farqi bor. Ukam 4,2 mingga 5,500,000 yo 5,200,000 narx aytyapsan. Farqi nimada degan akalarimiz uchun mana farqlarni bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Lenta qismida ham, oxir qismida ham farq bo'ladi akalar. Xo'p, bu ikkovi ham Xitoy mahsuloti bo'ladi. Prosta pichoqlarida, motorlarida, sifatlarida o'zini farqi bo'ladi. Tag tomoniga ham alohida pichoq tashab ketilgan 13 qatorli original pichoqlar bilan jihozlangan. Ko'rib turgan drabelkalarning narxi 4,8 million so'mdan motorini kilovatiga qarab 5,500,000 so'mgacha narx-navolar o'zgarib ketaveradi. Qanaqa motor olishlaringga qarab turib, optim narxlara chiqarib beramiz. O'zini skorslari bor. Buni ham skorslarida, masalan, har xil skorsga qo'yib turib, maydalab ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Shunaqangi lentali drabelka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ysalar, biz topish anchagan oson bo'ladi. Manzilimiz Marg'ilon agrotexnikalar do'koni. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda bor akalar. Ko'pchilik hozir poya o'rayapti yoki somon chiqarmoqchi, mol boqaman, qo'y boqaman degan akalarimiz uchun juda ham asqotadigan drabelkalarimiz, universallari ham bor. Kimga nima mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Optim narxlarda pastdan nomerlar bo'ladi, telefon qilaverasizlar bemalol.